Biz Eronda qiynaladiganimiz yo'q. Chunki o'zimizni murabbiyni podдержка qilish kerak, o'zimizni murabbiyni naborat olib chiqish kerak. Bunaqa bitta qiziq statistika aytaman. Birorta terma jamoa, jahon chempioni bo'lgan terma jamoalar ligani murabbiy bilan bo'lmagan, hammasi mahalliy murabbiylar bilan bo'lgan. Kanavaro kulib yuribdi o'yindan keyin. Kulib yuribdi, bir tushundinglar, nimaga Timur Kapadze obormadi o'zi? Birga yutqizdik va bu yerda aybdor kim? Nima deb o'ylaysizlar? Cannavaro hamma ayb sanda. Ishkamiz endi 0 ga teng buni. Diqqat! Futbolimizda sensatsiya. O'zbekiston milliy terma jamoasi mundialni tugatdi, lekin muxlislar miyasidagi savollar hali ham tugagani yo'q. Bugun ijtimoiy tarmoqlarni larzaga keltirayotgan bosh qotirmani o'rtaga tashlaymiz. Agar jahon chempionatida bosh murabbiy o'rindig'ida Fabio Cannavaro o'tirmaganida va jamoani faqat Timur Kapadze boshqarganida nima bo'lardi? Biz ijobiy natija qila olarmidik yoki baribir o'sha eski hammom, eski to's bo'lib qolarmidi? Bu borada o'zbek futboli jamoatchiligi ikkiga bo'linib bo'ldi. Bir tomon Cannavaroning dahshatli taktikalarini tushunish uchun futbolchilarga tarjimon emas, professor kerak edi desa, ikkinchi tomon Kapadzega imkon berilmaganidan kuyib pishmoqda. Xo'sh, italiyalik afsona bo'lganida haqiqatdan ham hammasi zo'r bo'lib ketarmidi? Do'stlar, asabingizni asrang va videoga siraza bitta obuna bosib qo'ying. Chunki hozir siz ko'radigan fikrlar va tahlillar hech kimni befarq qoldirmaydi. Marhamat, o'zingiz tomosha qiling va xulosa chiqaring. Hech qanaqa ortiqcha fikr kerak emas. Prosta mana bu o'yin tugagandan keyin Husanov ko'zida yosh, Cannavaro kulib yuribdi. Timur Kapadzeni o'zi olib borish kerak edi bizda. Cannavaro pul uchun kelgan, unda vatan tuyg'usi yo'q. Futbol qurilmagan. Qanaqa Cannavaro kelgandan keyin qanaqa bir futbol qurdi, qanaqa bizga foydasi tegdi? Hech qanaqa. Varta вообще tichiyordi. Shomurodov вообще o'ynalgani yo'q. Bizda futbolni tushungan odam biladi. Hozir blogerlar hype ishlaydi, biz yutdik, bizda vatanimiz uchun g'alaba, bunaqa emas. Bizda futbol yo'q, futbol yo'q hech qanaqasiga. Futbolni tushungan odam biladi. Na tik-taka yo'q, na bir Qashqadaryodan chiqish yo'q. Dahron Faziyev вообще sharhlagisi ham kelgan, sharhlagan yo'q. Xayrullo Hamidov bechara nima deyishni bilmay emotsiyalar qilib oxirida gapiraverdi. Bunaqa yutqazishimiz kerak emas edi deb. Biz Eronda qiynaladiganimiz yo'q, bizga berilgan sharoitga Eronga berilganda qanaqa o'ynardi? Eron Belgiyalar bilan bir-bir o'ynayotibdi. 0-0 o'ynayotdi. Bizcha yutqazib, Cannavaro kulib yuribdi o'yindan keyin. Kulib yuribdi, bir tushundinglar, nimaga Timur Kapadze obormadi o'zi? Timur Kapadze hatto bu kuyunardi vatan uchun. То что, baribir o'zimizni murabbiyga imkoniyat berilsa, albatta qancha yaxshiroq bo'ladi, chunki o'zimizni murabbiyni podдержка qilish kerak, o'zimizni murabbiyni naborat olib chiqish kerak. Bunaqa Ular qachon o'pib oladi agar bugun chiqmasa? Albatta tajriba deymiz, biz tajribani qayerda yig'amiz? To'g'ri, bu ham bor-da. Biz qayerda tajriba yig'ishimiz kerak. Agar biz ishtirok qilmasak, biz olib bormasak, biz harakat qilmasak, albatta birinchi marta chiqdik. Xudoga shukr. Bitta qiziq statistika aytaman. Birorta terma jamoa, jahon chempioni bo'lgan terma jamoalar ligani murabbiy bilan bo'lmagan, hammasi mahalliy murabbiylar bilan bo'lgan. Do'stlar, orzuyimizga yetdik. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Mehnat, shuncha sabr. Shu birga yutqizdik va bu yerda aybdor kim? Nima deb o'ylaysizlar? Kimdir trener etishi mumkin. Men endi o'zim shaxsiy fikrimni aytaman, meni fikrimga qo'shilsa kerak va Abdurahmon akaning fikrini aytaman. Bilasizlar, Abdurahmon aka hech qachon O'zbekiston terma jamoasini yomonlamaydi. Tanqid qilsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Qaranglar. Siz futbolchisiz, futbol o'ynagansiz, lekin sizning sherigingiz kamroq yuguradigan bo'lsa, siz uni o'rniga ham yugurishingizga to'g'ri keladi va yugurganingiz sayin tezroq charchaysiz. O'sha ishni bizda kim bajardi bilasizlarmi? Fayzullayev. O'shancha ham Fayzullayev ikkinchi taym yarmida almashtirildi. Chunki charchab qoldi. Boshqa o'yinchilar ham boshqa o'yinchilar uchun yugurdi. 50-50 desak ham bo'ladi. Men ismlarini aytmayman. O'zingizlar ham ko'rdinglar, kim yugurdi-yu, kim yugurmadi. Yugurganlar tez charchab qoldi va almashtirildi. Ikkinchi taymda tushganlar ham bor. Yugurdi, vurdi, lekin charchab qoldi. Bu yerda texnika haqida gap ketayotgani yo'q. Bu yerda fizika. Okalar tomonlarim baqirib dabdala bo'ldim. Oxiri hafsalam ham pir bo'lib ketdi. Qoravoylar lekin shunaqa zo'r yugurdi, fizikaga gap bo'lishi mumkin. O'shunaqa texnika hammada bor. Men ham qila olaman bunaqa texnikalar, aldashlarni, tudusda. Lekin charchab qolaman. Charchamaydigan o'yinchilarni yig'ishimiz kerak ekanmi deb o'ylab qoldim. Abdurahmon aka bitta fikr bildiring deganim, Abdurahmon aka zo'r bitta fikr bildirdilar. Vatan va ota-ona tanlanmaydi, bo'ldi. Fizika yetishmayapti, taktika noto'g'ri tanlangan. Buni bizga gapirmasa, Abdurahmon aka kim gapiradi?
Mana aytadiganim o'sha gap. Borimiz shu deb aytgan Rauf Talgavich Indeleyev. Borimiz shu. Vatan va ota-ona tanlanmaydi. Bo'ldi. Mana shu gaplar uchun men og'zimni yumdim. O'zbekiston terma jamoasiga yana balet qilaveramiz, chunki bu bizning vatanimiz. 4 yildan keyin endi niyatni to'g'ri qilamizda, hech bo'lmasa chiqsak bo'ldi demaymiz. Chiqamiz inshaalloh, guruh bosqichidan ham chiqib, uzoqroqgacha boramiz. Temur aka, emotsiyalar haqida qisqacha. To'g'risini aytsam, shunchalik stress bo'lgan, hozir paka emotsiya chiqib tashalmayapti. Xudoga shukr, hammadan Alloh rozi bo'lsin, chunki hamma duoda, har poddershkada ham, har taraflama hamma muxlislarimiz hammadan rozi bo'lsin. Hammamizga muborak bo'lsin, chunki bu hammamizning g'alabamiz. Xudoga shukr. Biz o'ynashga boramiz, lekin muxlislarimiz marojna yeyishga boradi, xudo xolasa. Tabriklar Temur aka. Biz uyga qaytamiz. Biz uchun yaxshi tajriba bo'ldi. Murabbiylar shtabi, futbolchilar uchun bundan ortig'ini qila olmadik do'stlar. Birinchi taym ideal, orzudagi taym bo'ldi. Ikkinchi taym Kongo do'stlar, jismoniy holat umuman dahshatli darajada. Ana. Shuncha kelgan muxlis bunyodkorga ana biz yutamiz deb o'yladik. Mana 3-chi golni ham urib qo'ydi Vissa. Ey, nima bu yigitlar? To'g'ri, jahon chempionati ishtiroki uchun kattakon rahmat. Hamma narsa Cannavaroda. Hamma narsa. Cannavaro hamma ayb sanda. Bo'ldi. Boshqa gap yo'q. Temur Kapadzeni o'zi qolish kerak edi. To'g'rimi? Nima dedinglar? Kapadzeni o'zi 1000% qolish kerak edi komandada. Kim bu nima qildi komandani? Yutayotgan joyida. Hurmatli Cannavaro janoblari, biz Portugaliyaga 5-0, Kongoga va Kolumbiyaga 3-1 hisobida yutqazishni menimcha Kapadze bilan ham yaxshi eplardik. Sizni qilib bergan ko'rsatgan karomatingizga qoyillarimiz. Abduhid Ne'matovning qo'pol xatolari evaziga O'zbekiston Respublikasi futbol komandasi uchun jahon chempionati alamli va sharmandali tarzda yakunlandi. Avvallari futbolda nozik did bilan, paslar bilan o'ynaydigan futbolchilar qadrlansa, hozir ot kabi yuguradigan futbolchilar trendda. Va O'zbekiston aynan shu ot kabi yuguradigan futbolchilari bor terma jamoalarga yutqizdi, mag'lub bo'ldi. Nima ham deymiz, birinchi jahon chempionatimiz, taqdirimizga shu narsalar yozilgan ekan. Mag'lubiyatlarni qabul qilamiz, lekin savollarimiz bo'ladi albatta. Nimaga Ne'matov, nimaga bizni jahon chempionatiga olib chiqqan bizning darvozabonimiz emas? Nimaga aynan Ne'matov? Mag'lubiyatimizga 11 gol o'tkazishimizga 0 ochko bilan sharmandalar shoriga qaytishimizga bolalar aybi, hamma ayb, Ufa rahbariyati, Fabio Cannavaro'da. Bu skirt shuncha davlatda, shuncha klubda ishladi. Hech qasdi muvaffaqiyatga erishmagan. Hamma ishlagan jamoasida quvg'in bo'lgan, foydasi tegmagan. Ishkamiz endi 0 ga teng buni. Cannavaroni yo'q ochish kerak. Bu kechda Osiyo chempionatida ham sharmandalarcha ochko'z qaytamiz biz orqaga. Bu insonga hech qachon ishonish kerak emas. 1000 marta bu Fabio Cannavarosdan. O'zimiz ana Temur Kapadze yaxshi edi. Temur Kapadze olib chiqdimi? Olimpiadaga olib chiqdi. Jahon chempionatiga olib chiqdi. Bu shuncha qilgan ishi birdek tayyor joy kelib o'tirib, sharmanda qildi O'zbekistonni. Boladan so'ng o'ynadi. Bu bolalarni o'ynashni bilmadi. Fabio Cannavaro out, yo'qolib o'tdi. Agar shu yerda bo'ladigan bo'lsak, albatta darajamiz shu bo'ladi. Agar bundan ko'proqga loyiq bo'lganimiz albatta ko'proq erishgan bo'lardik. Lekin eng asosiysi qayerga ishlashimiz kerakligini, qayerga qarab ishlashimiz kerakligini jahon chempionati ko'rsatib berdi va katta tajriba bo'ldi. Futbolchilar ham borini berib o'ynashdi hammasi. Albatta bu yerda oson o'yinda o'zi bo'lmaydi. Hamma kichik xatolar ham kechirilmaydi. O'sha evaziga o'ynashimcha tajriba yetishmasligi o'ziga joyimiz bor. Bor yo'g'i bitta savol. Nima uchun biza
revansh paytiga qatnashish uchun boramiz. Shunchaki qatnashish uchun. Boshqa hamma jamoa, bizga o'xshagan debutant jamoalar ham revansh paytida yutaman, keyingi bosqichga boraman, maksimalni kerak bo'lsa chempion bo'laman deb boradi. Nimaga? Bitta gap aytaymi? Hamma kutayotgan gap. Kapadzeni norozi qilish kerak emas edi. Hozir o'yinchilar o'ynamadi deysizlarmi? O'yinchilar o'ynayapti. O'yinchilarni o'ynatish olmayapti. Birinchi taymda qanaqa o'ynadi? Ikkinchi taymga keyin qaranglar. Esingizda bo'lsa, o'sha jahon chempionatiga chiqishimizdan oldin Emirat bilan o'ynadik. Ularni uyida o'ynab keldik. O'sha yerda 0-0 o'ynab kelish hammaga ham emas edi. Shuncha yildan beri hech kim shuni eplolmagan edi. Timur Kapadze eplab kelgan edi shuni. Timur Kapadze olib chiqish kerak edi. Milliy o'zimizning terma jamoada o'ynagan o'yinchi, o'zimizning bitta tilda gaplashadi o'yinchilar bilan. Cannavaro через translator gaplashyapti, tarjima orqali gaplashyapti. U nimani tushuntirib bera olyapti, nimani tushuntirib bera olmayapti birinchidan. Ikkinchidan unaqa o'piti yo'q. Kapadzeni уже trenerlarda ham o'piti bor edi. O'zbekiston terma jamoasining o'yinchilariga hech qanaqa pretenziya yo'q, lekin murabbiylar o'zini ishini bajara oldi deb o'ylamayman. Buni o'rniga Luboy boshqa trener bo'lganda ham xuddi shu o'yinchilarni o'zini qo'yib yuborganda ham shu ishni bajarib kelishardi. Shuning uchun bu yerda murabbiy faqatgina marketing asosida qo'yilgan deb o'ylayman. Faqat marketing uchun, butun dunyo ko'rishi uchun, chunki Cannavaroni butun dunyo taniydi, chempion bo'lgan, oltin to'p olgan, shuning uchun ham uni marketing sifatida qo'yildi deb o'ylayman va bu eng noto'g'ri xod bo'ldi deb o'ylayman. Endi oshirib yubordinglar-da, to'g'risi. Bu nima o'yin o'zi? Nima bitta Fayzullayevga kerakmi g'alaba yo bitta Husanovga kerakmi? Qolganlar nima qilyapti? Qani xarakter, qani bir nima deydi, g'alabaga bo'lgan bir kurash, ishonch. 1-0 yutqizib ketayotgan komanda mana bunaqa yutib ketyapti. 38 million aholi, bu yerda butun SNG sizlarga balet qilyapti. Bu nima o'yin? Nima mayli sizlardan hech kim play-offga chiqib berdimadi. Hech kim mana 7-0, 8-0 ga yutishinglar kerak edi. Bunaqa yutib berdimayapti. Hatto 1-0 usha bersanglar bo'lardi. Yo'q, sal bo'lsa ham mana yuzimiz yorug' bo'lib, da bo'ldi, Kongoni yutdik, mana ana kilo kuchli edi deb qaytardik. Nima bu? Nima Urunovni nimaga tushirishdi? Fayzullayev olib tashlab. Men bilmadim. Sharmanda-da, bunaqa borib, bunaqa sharmanda bo'lib kelgandan ko'ra, 11 ta gol yeb qaytgandan ko'ra, lutchi bormagan yaxshi deb o'ylayman. Undan ko'ra, Mashitda Osiyoni o'sha Qatar-patarlarni yutib yurganimiz yaxshi deb o'ylayman. To'g'risi-da. Men bitta umuman mana shu pasida bomba sakrab uchib yurganlar, men bitta qanaqa natija qilyapti? Yurtni notinch futbolist, tili nima qilyapsizlar? Tinch, hamma narsa bor, sharoitlar bor. Bitta chiqqaninglarning o'ziga bittadan mashina berildi. Bu nima bu? Shuncha odam, men shuncha odamni umidini, hurmati yo'q. Bitta shu 1-0 ushab qolish kuchli mana. Qanaqa bu o'yin? O'yininglarni ko'raman. Nima bu o'yin? To'g'ri, chetdan turib olib gapirish oson, lekin sizlarga ishonib topshirildi-yu bu narsa. Lekin, qarochi Vaziyatlarni ko'rib, asab tolalaringiz qanchalik taranglashganini sezib turibman. Agar bu bo'lganda degan taxminlar bilan o'zbek futboli yashashda davom etaveradi. Xo'sh, siz qaysi tomondasiz? Kapadze bizni qutqarardi degan izohga plyus belgisini, baribir o'sha natija bo'lardi deb o'ylaydiganlar esa minus belgisini yozib qoldirsin. Ko'ramiz, qaysi tomon ko'proq ekan. Do'stlar, milliy jamoamiz yutqazsa ham siz yutqazmang. Buning uchun esa ekraningizdagi obuna bo'lish, subscribe tugmasini va like-ni bir marta bosib qo'ysangiz kifoya. Keyingi dahshatli tahlillar va sirlar faqat Secret X'da bo'ladi. Keyingi uchrashuvda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.